Hech qachon hammasini boshidan boshlashdan qo'rqmayman. Nega? Men biznes yarataman o'z qo'llarim bilan. Mayli u kichik yoki katta bo'lar. To u oyoqqa turib, foyda keltirishni boshlaguniga qadar tinim bilmayman. Endigina muvaffaqiyat qozonay deganingda kimdir seni mehnatingni bir qilishi, yaratgan loyihangni shunchaki tugatib qo'yishi mumkin. Qo'pol qilib aytganda rasvo qilishi mumkin. Kutilmagan zarbalarga doim tayyor turishing shart. Ko'zingga kulib turib ortingdan xiyonat qilishga urinadiganlar ko'p bo'ladi. Nodon kimsalar menda yaratuvchanlik qobiliyati borligini bilishmaydi. Aslida bilishi ham menga qiziq emas. Odamlar doimo sizning yiqilishingizni kutadi. G'alabangizdan ko'ra yiqilishingiz, mag'lubiyatga uchrashingiz ularga ko'proq zavq beradi. Men qaytadan yana boshqa ish joyi yarata olaman. Yaratish bu mening kasbim, bu mening hayotim, bu mening sevimli ishim. Shunaqa.